Qozog'istonni panohlanayotgan qozoqlar Sharqiy Turkistondagi urug' tuqqanlardan qo'yib berilishini talab qildi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi jazo lageridan qochib Qozog'istonda panohlanayotgan qozoqlar Atyur tashkilotining Olmaotadagi markazida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, bayonot e'lon qildi. Ular Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlarining taqilib, oylardan buyon sababsiz tutib turilayotgan oila a'zolari va urug' tuqqanlarining qo'yib berilishini, ularning odamdek yashash sharoitiga ega bo'lishini talab qildi. Xitoy iqtisodiy ishish nishonini to'vantishga tayyorlanmoqda. Amerikaning tamojna bejini o'stirishi va iqtisodiy ishish sur'atining to'vanlashiga qarshi kurash qilayotgan Xitoy bu yillik iqtisodiy ishish nisbatini 6 bilan 6.15 orasida tushirishga tayyorlanmoqda. Iqtisod sohasida nufuzli 4 manbadan e'longan xabarlarga asoslanganda 2018-yili 12-oyda ochilgan Markaziy iqtisodiy xizmatlar yig'inida belgilangan nishon 2019-yili 3-oydagi ishki yig'inda e'lon qilindi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Eronliklar, Ruslar, Suriya hukumati va ularning hamtovoqlarini Suriyada urushning keyingi siyosiy tartibning qanday bo'lganligi masalasini muzokara qilish uchun suhbat ustida o'tirishga ma'qul keltirishimizni umid qilamiz dedi. Pompeo rayondagi 7 davlatni o'z ichiga olgan O'rta Sharq safarining bir qismi sifatida Qohiraga yetib kelgan bo'lib, Amerika Fox xabarining ziyoratini qabul qildi. Pompeo 13-14 fevral kunlari dunyoning har qaysi joylaridan kelgan davlatlarning qatnashishi bilan O'rta Sharqni tema qilgan, xususan Eronning rayondagi muqimsizlikqa sabab bo'lgan faoliyatlari muzokara qilinadigan bir yuqori darajalik yig'inni o'tkazilganligini bildirdi. Kanada hukumati 3 yil ichida 1 milliondan ko'proq ko'chman qabul qilganligini bildirdi. Köşmenlik, musafirlik ve vatandaşlık ministri Ahmet Hüseyin'nin parlamentga sungan doklati ve başka uçurlarga asaslanganda 2019-yili 330 ming, 2020-yili 341 ming, 2021-yili bolsa 350 ming kişinin qabul qilinganligi planlanmoqda. Özümüz Somalilik bir köşmen ekanligini ta'kidlagan Ahmet Hüseyin, tarixdan buyon ishiklarimizni ochgan köşmenler sayesinde Kanada hammamiz rahat yashaydigan kuchlik ve jonliq bir davlatga aylandi dedi. Amerika Davlat Xavfsizlik maslahatchisi John Bolton Turkiya bilan Amerika orasidagi harbiy suhbatlarning oldimizgi hafta davomlashadiganligini aytdi. Shundaqla Turkiya hay'atining Amerikaga borganligini bildirdi. Hay'atning Sadat Önal boshchiligida 5 fevral Amerikaga borganligi ma'lum. Trumpning Davlat Xavfsizlik maslahatchisi John Bolton Turkiya bilan birlikda Suriyadagi vaziyatning yomonlashib ketishining oldini olishimiz muhim ahamiyatga ega. Türkiye bilan bo'lgan suhbatimizdan har ikki taraf qabul qilgan natijalarga erishishni umid qilamiz dedi.